hammamiz. Bunga o'tgangi o'qituvchilar nomini aytmasak ham barisiga Alloh rahmat etsin. Ko'zimni o'tyapti hammasi. Allohga shukr. Har xil kundalik dehqonchilikda katta bo'ldik. Mana hunarmand bo'lib, hunarim orqali direktorga yetdim. Zavodda diplom olib. Buni fundamentdan chiqardi bahonadim. Bolalarimiz birinchi klassdan qattiq mahkam, mukammal bo'lmay qolganlarimiz bor, shular bo'lishi kerak. Masalan, o'yamani hazillashib o'tirib o'tgangi majlisda o'pay. Hali kitobda dadil o'qiyamayotganlarimiz bor deganda menga juda o'rgilib ketdi. O'qiylar borda. Men 3-klassda o'qiyotganda opamni qizim deb aytdim. Shu fundament o'sha. O'sha maldagi o'qituvchilar xizmatiga qiziqib, talabchan bo'lib, chanqoq bo'lib o'qishga bo'lganligi. Hozir ham o'qiyotganlar juda to'g'ri ochiq gapirdi. Mahallamiz shu bo'lsa, ilgari birov uy solyapti ekan. Men elevoshin kattalardan bittasi hasharga chaqirardi ilgari. Hasharga kelib bir kunda tosh terib, bir kunda, 2 kunda devor urib, birovni qo'shnini uyini bitkazib qo'yardi. Shuni yaxshilab quraylik. Undan keyin o'sha sharoitni qilib, hovur qo'yib, boshqa qilib 7 so'mga 10 so'm qo'ysa deyildi. Iloji bo'lsa sal oshiqroq qo'shadi. Mana shu 2 to'rg'oncha go'shtli ovqat qilinadi. Bu maslahat. 10 so'm bergan 15 so'm bera oladi. Endi haliga kam ta'minlanganiga shulardan ozroq. Yo ba'zi birdan olmaydigan bo'lsa ham men roziman, to'g'ri. Endi umumiyda aytganda hozir mana bitta gap bo'ldi, mana uzoqdagilarga ham xabar. Mana shu maktabdan o'qib, yetilib, bilimga ega bo'lib, o'sha bilimini Rossiyaga tashlayotgan, biznesmen bo'layotgan, narsalarni katta ish qilayotgan bolalarimiz bor. Shularni xabar toptirib, bu ham katta ish. Ular tayyor turibdi. Ko'p bilan gaplashganmiz. Men shu maktabda o'qib chiqqanman. Meni shu kunga yetkazgan shu maktabdagilar bor. Alloh omad bersin ularga. Boshlanish matishtoq ilmimizga ham shu maktab kerak. Jinday o'qib qolsak, boshqa ilm olishga ham shu yordamchi bo'ladi. Endi asosini aytganda, endi ichkarisini qarab turmaymiz, chetdagilar ham qarab turmaydi. Masalan, o'tganda gaplashganimiz Davronbek o'quvchingiz yaxshi aytib turibdi. Biror bir ehson kerak bo'lsa, dada ayting, men tayyorman. Hamma bolalar shunaqa. Shu yerdan chiqqanlar, mana men boram. Yetildi. Men o'zim rozi bo'lganim aytyapman. Alloh rahmat qilsin, Manzuraxon opaga. Zaslugasini bahorayim. 1-klass. Endi shu opayni kuchi bilan fundamentni mahkam qilib, institutga bir marta bormaydim. Men zariqtirmay o'qidim. Keyin yana o'qidim. Moskvada ta'lim oldi. Hozir o'sha Moskvada zavodner bo'lib ishlayapti. Uzatsin. Amin. Poyka Parvardigorim, eli yurtimiz avvalambor tinch bo'lsin. Davlatimiz omon bo'lsin. Shuni panohida biz bolalarimiz ilmni yaxshi olib, kelajakda yuqori yetgan, hozir havas qilgan bolalarimiz qatori bo'lsin. Hamma ota-onalar
Allah iymonli, ibodatli bo'lib bir-birimizni yo'lagan, kelishgan, yaxshilik keltirgan, haq yo'lga boshlagan bo'laylik. Ana mahallani bolasi "Moy kim ekan, bu kim ekan" deganlarni yo'qotaylik. Meni bo'lam deb katta qilaylik. Bir-birimizni hadisda ham shu, masalada ham shu. 7 mahallada haqqi bor bo'lam degani haqiqat. Shuni bajaraylik. Allohim dilimizga solsin. Mahalla ko'y jigar band bo'laylik. Bolalarimizga, bir-birimizga ega bo'laylik. Moy kimi bo'lasiz demasdan o'sha tarbiyaga chaqiraylik. Biznikini siz, siznikini biz tarbiyalaylik. O'qituvchilarimizga madad bersin, sabr bersin. Ilmini kuchliroq beraversin.